Zarba oldingiz, lekin tashqi qon ketishi yo'q. Hech qanday belgi yo'q, ko'karish yo'q, qizarish yo'q. Lekin bu xavfsiz degani emas. Assalomu alaykum. Bugun ichki organlarning yorilishi haqida gaplashamiz. Ichki organlar yorilishi tashqaridan bilinmasligi mumkin. Masalan, yo'l transport hodisasi yoki kuchli zarbadan keyin jigar, taloq, ichak yoki ichakning yorilishi yuz beradi. Ba'zan esa kichkina kuchsiz zarbadan keyin ham vaqt o'tishi bilan ma'lum bir organlar yorilishi mumkin. Bemor bunday holatlarda kuchli qorin og'rig'i, holsizlik, bosh aylanishidan shikoyat qiladi. Bunga sabab esa o'sha organlardagi qonning yo'qotilishi bilan bog'liq. Ichki qon ketishi esa hayot uchun eng xavfli holatlardan biri hisoblanadi. Bunday holatlarda kutish yoki og'riq qoldiruvchi dorilarni ichish bu eng katta xato. Davolashning faqatgina bitta yo'li bor, bu tezkorlik bilan jarrohlik amaliyotini amalga oshirishdan iborat. Agar zarbadan keyin qorin og'rig'i bo'lsa, darhol shifoxonaga boring. Bu hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Shunaqa muhim ma'lumotlar haqida bilish uchun sahifamni kuzatib boring. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.